Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz elektrodinamikaning fundamental tushunchalaridan biri maydonlarning superpozitsiya prinsipi va uning eng muhim xususiy holati bo'lgan dipol maydonini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu nafaqat nazariy fizika, balki zamonaviy texnologiyalar va molekulyar biologiya uchun ham asos hisoblanadi. Darsimiz davomida biz zaryadlar tizimi hosil qilgan natijaviy maydonni hisoblashdan boshlab, dipolning xarakteristikalari, uning potensiali va tashqi maydondagi harakatigacha bo'lgan asosiy bosqichni tahlil qilamiz. Superpozitsiya prinsipi shuni anglatadiki, bir nechta zaryadlar mavjud bo'lganda, ular bir-biriga xalaqit bermaydi. Fazoning ixtiyoriy nuqtasidagi natijaviylik, kuchlanganlik har bir zaryad alohida hosil qilgan kuchlanganliklarning geometrik, ya'ni vektor yig'indisiga tengdir. Elektr dipoli bu modul jihatdan teng, lekin qarama-qarshi ishorali bo'lgan ikki nuqtaviy zaryaddan tashkil topgan tizimdir. Bu yerda asosiy shart shuki, zaryadlar orasidagi masofa L biz o'rganayotgan R masofadan ancha kichik bo'lishi kerak. Dipolning asosiy xarakteristikasi uning elektr momenti hisoblanadi. Bu kattalik zaryad miqdori va ular orasidagi masofa ko'paytmasiga teng. Shuni unutmangki, fizikada dipol momenti har doim manfiy zaryaddan musbat zaryadga qarab yo'naladi. Dipol hosil qilgan maydon potensiali bitta nuqtaviy zaryadnikidan farq qiladi. U masofaning kvadratiga teskari proporsional ravishda kamayadi. Bu esa dipol maydonining masofa uzoqlashgan sari juda tez so'nishini ko'rsatadi. Agar biz dipol o'qi bo'ylab nuqtadagi kuchlanganlikni hisoblasak, u dipol momentiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq ekanini ko'ramiz. Bu nuqtada maydon kuchi masofaning kubiga teskari proporsional holda kamayadi. Dipol o'rtasidan o'tgan perpendikulyar nuqtada esa kuchlanganlik o'qdagi qiymatdan 2 baravar kichik bo'ladi. Eng muhimi, bu nuqtadagi kuchlanganlik vektori dipol momentiga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi. Agar biz dipolni tashqi elektr maydoniga joylashtirsak, maydon uni o'z yo'nalishi bo'ylab burishga harakat qiladi. Bu yerda hosil bo'ladigan buruvchi moment M dipol momentiga va maydon kuchiga bog'liqdir. Dipol modeli fizikada juda keng qo'llaniladi. Masalan, suv molekulasi yaqqol dipoldir. Shuningdek, radioantennalar ish prinsipi va moddalarning dielektrik xususiyatlarini tushuntirishda ushbu nazariya poydevor bo'lib xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, maydonlar superpozitsiyasi murakkab tizimlarni o'rganishda bizga kalit bo'lib xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.